Ko'pchilik ushbu modellarini avtokreditdan ko'ra rassrochkaga olishni xohlashadi. Hozirgi mana shu videomiz orqali sizlarga to'liq osidan-dosigacha chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'taman. Oylik to'lovlarini Abdurashid aka 1.600.000 so'mdan chiqarib beraman deyapsiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sizlar yaxshimi? Kuniga hisoblaganda 53.000 so'mdan chiqarkan, agarda 60% ni to'lov qilsangiz, shunaqa oylik to'lovda bo'lyapti. Hozir men Samarqand shahar Cherry Yangiariq yangi zapchast bozor joylashgan avtosalonda mehmonman. May oyi uchun yangiliklarning bombasi, Ariza 6 Pro'larga zo'r skidka, Tigolarga ham dahshat skidka bonuslar bo'lyapti. Xullas, batafsil mana shu videoda aytib o'tamiz, hamma ma'lumotini berib o'tamiz. Abdurashid aka, Cherryda nima yangiliklar o'zi hozirgi kunda? Cherryda issiq havoga qaynoq yangiliklarimiz bor, xudo xolasa. Mijozlarimizga 60 oygacha rassrochkalarni ochib qo'ydik. Sego 2 hamda Ariza 6 modellarimizga 3 ta pozitsiyasiga ham 5 yil deganimi bu? 5 yil, 60 oy 5 yilgacha befoiz, 0% da rassrochka muddatlari ochildi. Albatta bu boshlang'ich to'lovlarga qarab shartlar o'zgarib boradi. Boya aytib o'tganingizdek 1.600.000 oylik to'lovgacha, ya'ni kuniga 53 mingdan to'g'ri keladigan to'lovgacha qilib qo'ydik. Ariza 6 ni istalgan model turdagi pozitsiyadagini kelib bir kunda xarid qilsalar bo'ladi ekan. Hozir akajon qarang, J mashinalarini ham 12 streker oladigan bo'lsak, 5 yillik rassrochka bor, to'g'rimi? Cherry ham qolishmaydi debsizlar endi. Shunday akam, shunday. Xalqimiz maza qilsin deyapmiz. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin. Shunday aka. Oldin bilsangizlar akalar, mana shu inomarkalar nima deydi? Avtokreditga berilardi. Berilganda ham foizlari qimmat edi. Baland bo'lardi. Rassrochkasi daji yo'q edi ham buni. Yo'q edi ham. Faqat avtokreditda bor edi. Agarda ko'cha-ko'yda mana shunaqa bitta ikkita boshqa brenddagi mashinalarni ko'rsak, haqiqatda wow deb qarab turardik. Endi manakay, xudo xolasa xalqimiz kutgan kunlar keldi. Shunaqa zo'r inomarkalarni, oylik to'lovlarini 2026 restyling varianti Lexus Fason bo'lib chiqqan. 1.5 turbo motor, 140 ta ot kuchi, yuziga 7-8 rasot qiladi akam. 7-8 litr rasot qiladi. 5 yil 150 ming kilometr garantiyamiz bor. 12 ta viloyatda servis xizmati bor. Motorga, korobkaga garantiya 5 yil bor. Servis bor, zapchastdan muammo yo'q akam. O'zimizda Jizzaxda sborka bo'lyapti. Bundan xavotir olmasalar ham bo'ladi. Saloni, mashinaning saloni kojinli salon ekan. Eko koja. Dizayni Mersdan to'g'ridan-to'g'ri koloratsiya qilingan. Qolishmaydi. Biz ko'cha dostuplarigacha bor mashinani, 360 kamerasi, slepoy zonasi, oldi orqa laboylarida o'zini spirallarigacha bor mashinani akam. Orqalari ham kengina, ходовой независимый подвеска bo'ladi. O'tmaydi. Qora rangmi hozir? Bu JK2 ni hali boshqacharoq variant. Qoraga ham ko'rinadi. Qoraga ham o'xshab ketadi. Orqalarini ko'rsangiz bo'ladi, 480 litrli bagaj hajmiga ega. Voy, aka, bundan ikkovimiz ham chiqib ketamiz. Bemalol. Gap bo'lishi mumkin emas. Dakatgacha bor. Xullas, boshqa Xitoy elektromobillari, gibridlariga qaraganda bunda har holda Dakatga bo'lsa zapas salon bor ekan. Bor. Servisgacha borasiz bemalol. Mana. Ranglari oq-qora, mana bunaqa rangidan JK2 ni to'qidan ham bor ekan. Bor. Rangida muammo yo'q akam. Istalgan ranglarni topib beramiz. Aka, endi rassrochka dedik. Rassrochkaga bosh to'lovlari qanchadangacha bo'ladi endi? Akam, 25% boshlang'ich to'lov bilan 2 yilga rassrochka, 30% boshlang'ich to'lov bilan 30 oyga shu tarzda davom etib ketaveradi. Boshlang'ich to'lovingizga qarab rassrochka muddati ko'p. 40% bilan 40 oygami? 40% bilan akam 36 oyga beramiz. 36 oyga. Befoiz, 0% rassrochka. 50% ni to'lasak? 50% ni to'lasalar aka 60 oyga qilib beramiz. 60 oyga. 60 oyga befoiz, 0% ni rassrochka beramiz. 60% ni to'lasak ham 60 oyga. Shunaqa. Faqat oylik to'lovi farq bor. O'xti akalar. Endi bugundan boshlab Cherry Arizaga avtokredit so'zini ishlatmasak bo'lar ekan. Bo'ladi. Xudo xolasa. 0% rassrochka. O'zini pulini bo'lib to'lash halol nasiya akam. Bemalol kelib bir kunda xarid qilsa bo'ladi. Rassrochka deb mabodo lizing rassrochkani aytmayapsizmi? Yo'q akam. Yo'q. Firma nomida turadigan? Yo'q. O'zlari nomiga chiqadi, o'zlari nomer oladilar. O'zini nomida xohlasangiz 3 ta 7, xohlasangiz 3 ta 9. Shunaqa aka, xohlasalar o'zimiz qo'yib beramiz. To'lovni qilsalar, ochirib kuchlari ham shart emas. Молодец. Gap yo'q akalar. Shunaqa yangiliklarni eshitgan paytim like bosib turingizlar. Хотя бы bizga ham nasib qilsin deb ijobiy, chiroyli fikrlar yozib. Keyingisi akalar Tigo 2 ni ko'rsatamiz.
Buni ham oylik to'lovi haqiqatdan bomba bo'lyapti. Cherry prямо narxlarni yorib tashyapti. Yarim millidan qoq o'rtasidan bo'lib yuboryapti mana shunday qilib. Bo'lmasam 60 oyga rassrochka bunga ham bor. Bunga ham bor. Keyin may oyi uchun akam naqdga oladigan bo'lsalar 214 million 900 lik mashinamiz hozirda 175 million. 174 million 900 ming so'm, manakay. 174 175 milliondan demadingiz. Xohlang avtokreditga olsanglar ham 174 million 900, naqdga olsanglar ham shunaqa. Tak rassrochkalari ham xuddi o'sha ariza oltiniki bilan bir xil chiqadi. 60 oygacha bemalol o'zini pulini bo'lib to'lash imkoni bor. Bunda ham. O'g'il Bu ham bola shaharbob, bir turbina motor, 5 soatda rasxod qiladi akam. Yuziga. Servisda propan qo'yib berish imkoniyati mavjud. Mavjud. Birovni plyonka qildirib, mana bu joylarni taxlab, tuning qilsak-chi, Bo'ladi aka. Bo'ladi. Tuning masalasi bo'yicha xohlasangiz mashinani hamilon qilib sevib beramiz. Umuman farqi yo'q. Zo'r. Akalar mana Tiggo 2 Pro qora rangidan ko'ryapsiz. Salonlari ham Eko koja salon bo'ladi. Kechqurun yonadi. Kardinami yo yonadimi bu? Kechqurun yonadi bular. Yonadi bu mana bu. Manaki. Saloni ixchamgina, lekin kojani sidiniya. Zo'r akalar. Olganingizdan keyin chexol qilaman, uni qilaman, bu qilaman deyish shart emas. To'rtala balon ham ABS bo'ladi. Balki anaqa emas. Joyida ushlab beradi, xudo xohlasa nasib bo'lsa. Mashina chaqqon, shaharga qulay rasxod foydalanishga. Ammo qulayliklari bor akam. Kelish kerak, bir kunda olib chiqib ketish kerak. Foydalanib qolish kerak. Yana qanaqa qulaylik bo'lyapti aka endi bularga? Yana qanaqa qulaylik? Misol uchun, rassrochkada 0% ku baribir. 60% ni to'lasa, oylik to'lov 1 million so'm atrofida chiqar ekan. Shunday. 30% dan boshlanadi lekin, 30% dan boshlanadi, 25% dan boshlanadi. 25% dan boshlanadi. 25%. Tak 20% bilan ham chiqarib beramiz mashinani. Eng kami 43 million atrofida, shu atrofda chiqadi eng kam oylik to'lovi. Hozir aytayotganingiz rassrochkami? Yo'q, hozirgisi kredit, avtokredit. Men aytmoqchi bo'lganim, misol boshlang'ich to'lovlariga pullari kam bo'ladigan bo'lsa ham, o'ylanishlari shart emas. Lekin kredit tarixlari misol uchun yomon bo'lgan taqdirda ham uni ham amallasak bo'ladi. Uni ham lizing rassrochka qilib beramiz. Da, shunaqa. Tushunarli. Xohlasangizlar oddiy rassrochka, xohlasangizlar lizing rassrochka. Bir-biridan farqi nomer harflarida farq bo'ladi, ikkitalik, uchtaligida. Shunday ekan. Eng qizig'i o'zlari rasxod qilmaydilar. Shunisi ham bor plyuski. Nomerga ham lizing tarafdan o'zimiz nomer berib, o'zimiz оформление shu yerdan hamma narsa shu yerdan bo'ladi. Pullarini to'lab bo'lganlaridan keyin avtomatik mashina o'zlari nomiga o'tadi. Bunaqa variantlarimiz ham bor. Misol uchun aka, mana shu vaqt mobaynida firma bankrot bo'lib ketsa nima qilamiz endi? Yo'q, unaqa narsa bo'yicha muammo bo'lmaydi. Hozirgacha kuzatilgani yo'q, lekin. Yo'q, bo'lgan, atak mashina olib qo'yilib yoki auksionga qo'yilib, unaqa narsa bo'lmagan. Hozir demak, notarius orqali tasdiqlanadi, to'g'rimi? Mijozda notarius orqali. Endi qanday olganda 80 ga 20 na? Shunday. Yana ham to'liq ma'lumotlarni akalar avtosalondan kelsangizlar berilar ekan. Tiggo 9 kelibdi, bu performance varianti, ya'ni anchagina nima deydi, shikarniy. Buni aka narxi ham ma'lum bo'lmasa kerak, hozircha. Lekin gabarit вообще ekan lekin. Ha, gabaritlari zo'r. Xullas akalar, nima deydi, shirini qaymog'i oxiriga. Tiggo 7larda nima yangiliklar bo'lyapti? Tiggo 7larda bularda ham o'sha 25% boshlang'ich to'lov bilan xohlang avtokredit, xohlang rassrochkaga olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Faqat bularda hozircha ozroq muddati kam. Muddati kam? Shunday. Qancha misol uchun endi? Boshlang'ich akam 25% to'lov qilsangiz, bunda chiqadi 1,5 yilga chiqadi. 1,5 yilga. 5% Ana bu Cherry Arizonikida kupa emas demoqchisiz-da endi. Shunaqa. Ha. Hozirda lekin Arizo 6 bilan Tiggo 2 ni olib qo'yadigan payti, vaqti bosib kerak. Tek bularda ham chiroyli variantlar qilib beramiz, xudo xolasa akam. Xudo xolasa. Bo'lsa 7 birinchi pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiyasi, uchinchi pozitsiyasi, uchalasida ham 8 deysizmi, 9 deysizmi, Arizo 8 deysizmi, gibrid variantlarimizmi, hammasi наличида bor. Bemalol kelib, avtosalonimizga bepul test drive'dan foydalanib, haydab ko'rib,
bemalol olib chiqib ketsalar bo'ladi. Tiggo 7 ni bu restyling varianti. Bu 2026 restyling varianti. 2026. Mana da. bunisi ham 2026. Bu ham Bu restyling. 2026 premium pozitsiya, life pozitsiya. Birinchi Asl sayfasimi? komfortida farq qiladi. Motori, o't kuchi bir xil ekan. Narxi-chi? Narxida ham farqi bor. 300 million so'mga, 279 million 900 ming so'mga, 344 million 900. Mana bu 344 million 900. Eng fulli. Eng full emas, eng fullidan bitta oldingisi. Eng fullidan bitta Eng fulli pastroq. tashqarida eng fulli bor. 7 Pro Max. Pro Max varianti. Tushunarli mana. Ichki salonlarida ham ozmi ko'pmi farqlari bo'lsa kerak. Mana bunaqa lob tonirovka вообще dahshat ketar ekan lekin. Mersdan ilhomlangan mana bunaqa akustikalari, 3 ta o'rindiqgacha sidinga xotiralari mavjud. Qora mana bunaqa salon, elektronli o'rindiqlari hamma joyi charmdan ishlangan. Rullarigacha hattoki charm qoplama. Xullas, podsvetkalari yonar ekan mana bu tomonlarda. Akvaprint detallari ko'ryapman mana bu joylari. Xullas, komfort. Komfort mashina. Mana bu paragon bor ekan, bu salondan servisdan qilib berilgan, ha? Servisdan qilingan paragonda. Bonusiga ham qilib berish imkoniyati bormi? Yo, qo'shimcha Xudo xohlasa harakat qilamiz. harakat qilasizlar, ha, nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa. Mana Dori stylingda nima o'zgarish endi? Misol uchun, diskasida men o'zgarish ko'ryapman. Panorama qo'shilgan bunda. Panorama qo'shilgan. Yana bitta plus tarafi, Dori stylingda narxi 311 million 900, ya'ni 312 million edi. 312 Bunda million. hozir 299 million 900, 300 million. 12 million foyda evaziga xarid qilsangiz bo'ladi. Mana. 2026 restyling variantimi. Bunda aka tayyor metan nima propan ham qo'yilgan. Propan ham qo'yilgan o'zimizda. Bunda ham o'rindiqlar koja, skordichalarda o'zgarish bor, ko'rdingizlar. Monitor mana bunaqa joylarida ham o'zgarish bor unga qaraganda. Xullas, ikkalasining bir-biridan farqlarini ham aytib o'tyapman. Sidina xotiralari bunda yo'q ekan, mana bu joylari ham. Nima deydi? Aslida komfortida farq qiladi. Shunday, komfortida ekan. Tek ot kuchi, motor bir xil. Rasxodlari ham bir xil. Tushunarli. Oldi ko'rinishi mana bunaqa dizaynda chiqqan mana. Tiggo 7 Pro ni qora varianti. Bunda aka rangiga alohida pul olinmaydi, ha? Yo'q, rangida farqi yo'q ekan. Rangida farqi yo'q. Rangida farq yo'q. Xudo xohlasa xohlagan rangingizni chiqarib beramiz. Xudo xohlasa. Keyin salonlaringizda trading xizmati bormi? Albatta trading bor. Xohlagan mashinangizni olib kelib, misol uchun boshlang'ich to'lovga hisoblab o'zimiz bozor narxidan balandroqga olishga harakat qilamiz. Shu xizmatimizdan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Aka, manzil qayerda o'zi salonni manzili? Manzil Yangiariq Yangi Zapchast bozor. U tarafdan kelishda Qashqaruq tarafdan kelaverishda, bu tarafdan Super tarafdan kelishda Yangi Zapchast bozorida shunday kelganingizdan ro'parasi Cherak avtosalon joylashgan. Xullas, Yangi Zapchast bozor deyilsa, hamma biladi. Hamma biladi. Shunaqa, hamma biladi. Tushunarli. Akalar, mana tayyorlagan videomiz menimcha ko'pchilikka manzur keldi degan umiddaman. Batafsil yana ham ma'lumotlar olish uchun telefon nomer qo'yamiz. Agarda Cherry modellarini qaysi birigadir qiziqish bo'layotgan bo'lsa, mana shu videoning izohlarida yozib qoldiring. Agarda sizni talabingizga binoan solishtirma videolarni ham xohlasangiz, nasib bo'lsa uni ham chiqarib o'tishga harakat qilaman. Nasib bo'lsa Cherry bilan zo'r proyekt boshlayapman yaqinda. Xudo xolasa uni ham kanalimiz davomida ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun albatta podpiska tashlab qo'yavering. Tan jonlar sog' bo'lsin, sizlarga mana shunaqa zo'r markalar nasib qilsin. Keyingi videoda ko'rishguncha.